Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Eron jahon chempionati 2026 da qatnashmasligi mumkin. Xabaringiz bor, 2026-yilgi jahon chempionati AQSh, Meksika va Kanada yashil maydonlarida bo'lib o'tadi. Ushbu turnirda 48 terma jamoa ishtirok etadi. Jahon chempionati 2026 saralashi doirasidagi Eron-O'zbekiston bahsida 2-2 hisobdagi durang orqali Amir Ardashir G'alinoyi shogirdlari jahon chempionati yo'llanmasini naqd qildi. Biroq forslar ushbu musobaqada qatnasha olmasligi mumkin. New York Times va Guardian nashrlarining xabar berishicha, AQSh prezidenti Donald Trump o'zi uchun do'stona bo'lmagan 43 ta davlat ro'yxatini tuzgan va ular orasida Eron ham bor. Mazkur mamlakat fuqarolarining Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlash maqsadida ko'rib chiqilmoqda. Bunday holatda eronlik futbolchilar Amerika Qo'shma Shtatlariga kira olmaydi. Ya'ni ular jahon chempionatini o'tkazib yuborishga majbur bo'ladi, deb yozadi New York Times. Eslatib o'tamiz, Temur Kapadze boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi bellashuvni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'tkazadi. Durang yoki g'alaba bizni jahon chempionatiga olib chiqadi. Agar mag'lub bo'lsak, o'z uyimizda Qatarni yutishimiz shart bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Futbolni siyosatga aralashtirish to'g'rimi? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.